Andijon Sanatsal yutsa bo'lardi. Andijon sanasi bilan yutishga haqli edi. Andijon sanasi bilan yutsa bo'lardi, rosa harakat qildi. Andijon Sanatsal ham yutish kerak edi. Obunachilarimiz orasida Andijon Sanatsal ham yutdi. Unga ham sovg'a beriladiganlar juda ham ko'p ekan. Kelinglar shu konkurs mobaynida Andijon Sanatsal qanaqa aksiyalar ko'rsatganlarini birgalikda ko'rib chiqamiz va birga yechim beramiz. 3 oy mobaynida Andijon Sanatsal profili orqali 30 dan oshiq challenge uchun videolar qo'yildi. Umumiy 5 million prosmotr qilindi. Like'lar soni esa 200 mingdan ko'p. Ajoyib natija. To'g'ri, akamiz juda aksiya konkursda qatnashdilar, ammo bizda g'olib bor. Ulardan Allamboy Qahhorov. Xo'p, endi nima qilamiz? Albatta, konkursning Umra yo'llanmasi bosqichi g'olibi Muhammad Qodir akaga Umra yo'llanmasi taqdim etiladi. Va Andijon Sanatsal profiliga Shohjahon akamiz va ularni doimiy qo'llab-quvvatlab keladigan obunachilarga yana bir imkoniyat beramiz. Agarda amalga oshirilsa, ularga ham Umra yo'llanmasi beriladi. Xo'p, shartlari qanaqa bo'ladi desanglar, shu video kommentariyasi 5 kun ichida 500 dan ko'p komment yig'sa, akamizga ham Umra yo'llanmasi beriladi. Akamiz Umra yo'llanmasini yutishlari uchun kommentariyalarni portlatib tashlaylar. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni asranglar.